Akalar, hammaga salom. Bu videoda siz bilan juda ham sirli bo'lgan bir jamiyatimizda sirli bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Bu aynan qanaqa yigitlar qizlarga shu 100% yoqadi. Без исключений 100% mana shu yigitlar qizlarga yoqadi. Avvalambor kanalga obuna bo'ling, like bosing. Like, obuna bo'lishingiz, keyin bir kommentariy yozib qoldirishingiz bu albatta meni chiroyimni bir tasdiqlash uchun emas. Bu birinchi navbatda YouTube'da algoritmi meni videoyimni bir foydali ekan deb tushunishi uchun va foydaliligi uchun boshqalarga ham bir tavsiya qilishi uchun kerak. Iloji boricha oxirigacha ko'ring, tushuning nima haqida gapirayotganimni. Keyin kommentariy yozib qoldiring o'zingizni fikringizni. Bu mavzuda o'zimning fikrimni aytishdan oldin birinchi navbatda bizning jamiyatimizda bo'lgan endi men uchun, shaxsan men uchun noto'g'ri bo'lgan fikrlarni yo'qib yuborish kerak. Birinchidan bu qizlarni o'zidan so'rash. Например, 100 ta qizni to'plab turib, "Senga qanaqa yigitlar yoqadi?" deb o'zlarini bir fikrlarini so'raydigan bo'lsangiz, hammasida har xil bo'ladi va odatda ular tasvirlab bergan personajlar tabiatda mavjud emas. U tabiat qonunlariga to'g'ri kelmaydi ular xohlayotgan yigitlar. Lekin hammasida bo'yi uzun bo'lishi kerak, undan aqlli bo'lishi kerak, undan kuchli bo'lishi kerak. Har tomonlama mana shunaqa trебованиялар, talablari bor. Keyin psixologlarda fikri bor. Odatda qizlarda fikri ham ana shu psixologlarda hozirgi zamonimizdagi bizni psixologlarimiz bor. Internetda yurgan ko'p. Endi hammasi ham emasdir. Hali men o'zim uchratganim yo'q, bir normal psixologni. Хотя бы internetda o'zbekchada gapirib, birorta fikrlarini ommaga yetkazib berayotgan normal psixologni hali ko'rmadim. Endi mana shu psixologlarda ko'rsangiz, odatda hammasida ba'zilarida 1 millionta, ba'zilarida 500-600 mingtadan podpischiklari bor. Kommentariylarni ko'rsangiz, hammasi odatda uni maqtab yurgan bo'ladi. Mana shularda fikri bor. Bularda fikri bo'yicha erkak kishi ayol kishiga yoqishi uchun ayol kishini, qizlarni hamma xohish istaklarini bajarib kelishi kerak. Erkak kishi odatda u bitta instrument xolos, ayol kishini bir maqsadlariga, orzu-havaslariga yetadigan. Orzu-havaslari hammasi ham oilaga to'g'ri kelganda ham mayli edi. Endi psixologlarning fikri bo'yicha oilada ham matriarxat bo'lishi kerak. Go'yoki teng huquqli-ku, lekin matriarxat. Ayol kishini fikri ko'proq rol o'ynashi kerak. Ayol kishini xohishlari eri jin, ayol kishi tilak tilab yotadigan bo'lishi kerak. Bu psixologlarning fikri. Endi agar shu haqiqatdan to'g'ri bo'lib ishlaganida, mana shu psixologlarning fikrlari, oilada qabul bo'lgan erkaklar bor. Endi ozmi, ko'pmi baribir bor bizning ham jamiyatimizda. Xotinni quli bo'lib qolgan. Mana shular ajrashmasida ular ham baxtli yashab yurishar edi. Bundan tashqari ularning xotinlari ham baxtli bo'lib yuradi. Hammadan baxtli bo'lib yuradi. Lekin ko'rsangiz, ularda odatda janjal ko'p, erkak u plintusdayda bekinib yurgan bo'ladi va mana shunaqa ahvollar va ularning ko'pi bilan ajrashib ham ketishadi. Oson, xiyonat qilish oson bo'ladi ayol kishini. Chunki erkim, qul bor-ku, ana shu er bu. Bundan keyin kitoblar bor, har xil romanlar bor. Endi odatda, misol uchun Alisher Navoiyning Hamsa asariga keladigan bo'lsak ham, hatto ham ana shu Farhod va Shirin yoki Shekspirlarda gapiradigan bo'lsangiz ham, bu narsalar endi odatda u kitob, bu ana shu odamlarning fantaziyasi, hayotga почти deyarli to'g'ri kelmaydi. Biz hayotlarimizga tim bo'lib, ular ijod qilib, kitoblar yozib, romanlar yozib, Hamsa yozilgan paytida ham zamon boshqacha bo'lgan. Ayol kishi fuqaro bo'lmagan, grajdanka bo'lmagan. Uni jamiyatda ularning mas'uliyati kamroq bo'lgan. Erkak kishiga nisbatan xuddi mana shu proporsiya bo'yicha huquqi ham kamroq bo'lgan. Chunki erkak kishi oilani boshi, oilani lideri erkak kishi bo'lgan. Qonun ham shunaqa bo'lgan. Chunki hech qanaqa oila kodeksi bo'lmagan.
SSSR tuzib bergan oila kodeksi bo'lmagan va asosan jamiyatdagi normalar va jamiyatdagi oilalar dinga qarab shakllangan, dinga asoslanib shakllangan. Misol uchun yana blogerlar bor. Blogerlarning fikrlarini eshitadigan bo'lsangiz, mana bittasi misol uchun chiqdi, gapirdi. Endi kimligini aytmay qo'yaveray. Gapi bo'yicha erkak kishi ayol kishiga yoqishi uchun, tam ayol kishi o'sha erkak kishini yoqtirishi uchun u haqiqiy mujikligini isbotlab berishi kerak ekan. Va undan keyin babuin bo'lishi kerak ekan. Mana shu babuin bo'lsa, keyin qizlarga yoqar ekan. Birinchidan bu narsani endi bilmayman qanaqa degenerat bo'lish kerak bu gaplarni gapirish uchun, bu gaplarni to'g'ri deb qabul qilish uchun. Chunki agar qizlar haqiqatan babuinni yaxshi ko'rishganda, qizlar hammasi to'planib olib, zooparkda qolishar edi, yo'qda o'sha propiskasini zooparkka o'tkazib yuborar edi. Lekin hech ko'rmagan bo'lsangiz kerak, unaqa babuinni yonida uxlab yurgan qizlar. Endi mujik so'ziga keladigan bo'lsak, mujik bu erkak kishi uchun haqorat. Mana hammamiz bilamiz, mujik so'zi bu rus tilidagi so'z. Rossiya imperiyasida, ham Chor Rossiyasida deydigan bo'lsak ham, dvorininlar bo'lgan. Bu har xil zodagonlar bo'lgan. Zodagonlar qatlami bo'lgan. Tam bayarin va boshqa mana shunaqa dvorininlar bo'lishim. Bular mushina deb hisoblangan. Bularda o'zini shaxsiy mulki bo'lgan. Ular bilimli, o'qimishli odamlar bo'lgan. Keyin bularda qonunda haq huquqi ko'proq bo'lgan. Haqiqiy erkin odam bo'lib yashashgan bular, dvorininlar. Bular mushina bo'lgan, ular xotini женщина bo'lgan. Bulardan tashqari yana jamiyatda krepostnoy pravada yashab yurgan odamlar bo'lgan. Bular odatda qilib yuradigan ishi va shu ertalabdan kechgacha dalada ishlab yurish bo'lgan. Daladan chiqmagan, mollarga qaragan, yerga qaragan, mana shunaqa ishlar qilib yurgan. Endi dalada ishlab, molga qarab yurgan odamlarni qul demoqchi emasman. Bu odamlarda hech qanaqa shaxsiy mulki bo'lmagan. Mana dvorininlarga nisbatan huquqi juda ham past bo'lgan. Mana shu dalada ishlab yurgan paytidagi ishlatib yurgan ketmoni ham o'ziga tegishli bo'lmagan. Ularda o'zini uyi ham bo'lmagan. Dvorininlar xohlagan paytida boshqa dvorininga sotib yuborishi ham mumkin bo'lgan. Bemalol uni shaxsiy mulki hisoblangan. Bu ishlab yuradigan qatlam. Va mana shu odamlarni o'zini yashagan joyi ham bo'lmagan. Bular ishlab topgan pulini 6 dan 5 qismini uyiga, yashab yurgan uyiga to'lagan. Mana shu xo'jayin dvorininga как arenda qilib to'lagan. 5 shu 6 dan 1 qismini o'ziga ishlatilgan. Mana shu erkaklarni mujik degan. Buni oilasidagi xotinini baba degan. Baba deb birorta o'ris ayolga aytsangiz, bu haqorat deb sizni в ответ yana javoban haqorat qiladi, mana deb harakat qiladi. Lekin erkaklarda mujik desangiz, nimagadir u o'zini maqtashyapti mana deb o'ylaydi. Bu endi Rossiya aholisini, Rossiya erkaklarini o'zini tarixini bilmaganligi. Mana hammamiz baribir bilamizki, o'zini tarixini bilmagan odam kelajagi bo'lmaydi. Mana xuddi shunday Rossiyada demografический krizis bo'lib yotibdi. O'rislar, rus odamlar Rossiyada ko'paymayapti. Kamayib ketyapti borgan sari. Yaqinda bitta antropolog aytganidek, 100 yildan keyin rus millati qizil kitobiga kiritiladi menimcha. Mujik terminini tushunib oldik. Endi isbotlashga keladigan bo'lsak, siz po faktu erkak bo'lib tug'ildingiz, o'g'il bola bo'lib dunyoga keldingiz. Agar sizga birortasi mujikligini, erkakligini isbotlaydigan bo'lsa, ko'rsatib qo'ying. Chekkaga olib borib, yursanga erkakligimni ko'rsataman deb ko'rsatib qo'ying agar shubhalanayotgan bo'lsa. Hazil bu albatta, hazil. Endi sizni erkakligingizni birinchidan sizni topayotgan pulingiz hal qilmasin. Sizni ichkaridagi mana o'sha o'zingizni ichingizdagi hissiyotni o'zi yetadi siz erkakligingizni. Erkak yoki erkak emasligingizni biladigan. Siz po faktu o'zi tabiatdan erkak kishi bo'lib, o'g'il bola bo'lib tug'ilgansiz. Sizni hech kimga isbotlashingiz shart emas erkakligingizni. Erkakligingizdan shubhalanayotgan bo'lsa, o'sha shubhalanayotgan fikriga bitta narsangizni qo'yib qo'ying. Agar qo'yib qo'yadigan narsangiz yo'q bo'lsa, siz erkak emassiz. Chunki bu erkaklikni isbotlash hozirgi bizning zamonimizda bu sizni juda ham zaif holatga qo'yib qo'yadi. Tak, mana hayotdan bitta misol qilib aytay, nima uchun erkak kishiga erkakligini isbotlashi shart emas.
Mana bitta bloger bor. Endi ism familiyasini bilmayman, kim ular. Menga bir gaplari Instagramda chiqib qolgan edi, tushib qolgan edi. Yigit bilan qiz gaplashib o'tirishdi, endi shu pamoyim er xotin edi shekilli unda. Qiz yigitdan xafa bo'lib Turkiyaga qochib ketgan ekan. Va ana shuni orqasidan pulab borib, topib, undan kechirim so'rab, yalinib, yana olib kelib, uylanib, ana shunday qilib yashab yurgan. Buni hozir mana naglядный пример erkakligini go'yoki isbotlagan. Go'yoki aslida u qizga chimoligini isbotlagan. Chunki erkak kishi qiz bolani orqasidan yuguradigan bo'lsa, ayol kishining orqasidan yuguradigan bo'lsa, ayol kishi avtomatik buni chimo deb qabul qiladi. Boshqachasiga qabul qila olmaydi. Управляемый, удобный bitta lashara bo'lib qoladi ayol kishiga. Bu degani mana o'sha mana shu qizni Instagram sahifasini ko'radigan bo'lsangiz, u qizni qilib yurgan ishlarini ko'rgan odamlar pastiga kommentariy yozishgan ko'p. Ering dayusmi, sani nima qilib yuribdi? Endi bu kontekstdan tushunmoqsiz bo'laveradi, o'sha nima bo'layotganini. Mana shunaqa holatlarga olib keladi sizni erkakligingizda, siz o'zingizda shubha bor, undan boshqalar ham shubhalanyapti va siz isbotlashingiz kerak erkakligingizni. Isbotlashingiz shart emas. Siz po faktu erkak bo'lib tug'ilgansiz. Erkak bo'lib o'lasiz. Bo'ldi. Bunaqa ritsarlik qilishni keragi yo'q. Agar siz o'zingiz haqiqatan ritsarman, jentelmenman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz uni Napoleon bilan Gitlerning yonida bitta palata bo'sh ekan, o'sha palatada yotsangiz sizga foyda bo'ladi. Yoki mana shu bir instrumenti juda ham katta bo'lgan akalar mana shunaqalar yoqadi deb o'ylashlari mumkin. Bu katta xato akalar. Bu katta razmerlar ham juda ko'pgina qizlarga to'g'ri kelavermaydi. Bu fiziologiyasi qizlarda har xil, vmestimость har xil. Boshqa qizlarga, juda ko'p qizlarga bu narsa ortiqcha og'riq hisoblanadi. Mana o'zingiz e'tibor bering-da, qaysi qiz sizni mana shu ishtoningiz ichida yashirib yurgan organingizni ko'rmasdan yaxshi ko'raladimi yo yaxshi ko'ralmaydimi? Hamma qizlar sizni u razmeringizga qarab yaxshi ko'rmaydi. Bu nimfomanka bo'lishi mumkin. Nimfomanka bu psixические расстройства. Bu kasal bu nimfomankalar. Yoki seksogoliklar bor. Bular ham mana shu nimfomankalarda qatorida. Mana shu qizlar tanlashi mumkin. Endi men hayotimda uchratmaganman hali unaqa. Birinchi siznikini ko'ray, keyin yaxshi ko'rishim mumkinmi, yo'qmi aytib beraman deydigan qizlarni men uchratmaganman. Bundan tashqari vыносливость deyishi mumkin. Soatlab mana shu to'shakdan chiqmasdan, turmasdan mana shu ishni qiladiganlarni nazarda tutishi mumkin ko'pchilik. Yo'q. Odamda bu jarayon 1 minutdan 7-8 minutgacha maksimum mana shu narsa yetadi. Bu soatlab bo'ladigan narsalar bu qizlarning o'ziga ham yoqmaydi. Juda ham ko'p qizlarga yoqavermaydi. Endi yoqadigan qizlarni ham yomon demayman-da, bor yoqtirib soatlab yuradiganlar-da, yotadiganlar. Soatlab mana shu ishni qiladiganlar bor. Lekin bular ham baribir mendan siz mana shu vыносливый bo'lganingiz uchun emas, u boshqa sabablarga ko'ra siz bilan mana shu soatlar bo'lishi yoqadi. Bu boshqa narsa. Bundan tashqari yana bitta fikr bor, ya'ni puli ko'p bo'lsa, qizlarga ham u puli ko'p odam emas. Puli ko'p-u важный bitta muhim joyi bor. Debil bo'lishi kerak. Mana shunda yoqadi. Puli ko'p. Endi sizni pulingiz ko'p-u, lekin siz u pullaringizni osongina berib qo'ymaganingizdan keyin va unga hamma narsalarni podarka qilmaganingizdan keyin siz unga kerak emassiz. Bu birinchidan, ikkinchidan haqiqatan puli ko'p odamlarni hayotini oxirigacha sevilganida qizlar yoqtirilib haqiqatan ko'nglidagi muhabbat o'lgunigacha bo'lganida milliarderlar bilan ajrashmas edi ayollar. Internetda ochib ko'ringda, ajrashgan milliarderlar deb yozib ko'ringda, shuna katta ro'yxatda tuz beradi sizga. Mana искусственный intellektga mana shu zaprosni savolni beringda. Mana Mark Zuckerberg ham, Jeff Bezos ham ajrashib, hammasi Bill Gates ham ajrashgan, Abramovich ham ajrashgan, o'sha 4 marta по-моему. Elon Musk ajrashgan, 6 marta ajrashgan. Agar uni haqiqatan puli borligi uchun ayollar yaxshi ko'rganida, hech kim milliarderlar bilan ajrashmas edi. Bu milliarderlarga puli borligi uchun
da tanlashadi, debilligi uchun tanlashadi. Asosiysi debilligi uchun tanlashadi. Da to'g'ri, siz o'ylashingiz mumkin, u Elon Musk aqlli, Bill Gates aqlli deb. Da u o'zini yo'nalishida aqlli. Injener bo'yicha ular aqlli. Da IT temasida o'zini biznesini yaratgan odam sifatida da ular aqlli odamlar. Lekin men uchun aqlli erkak bu sog'lom oila qurishni bilgan odamga, bilgan ayolga uylanib, mana shu odam bilan, mana shu ayol bilan oila qilib yurgan erkak aqlli erkak hisoblanadi. Da endi Bill Gateslar bilan to'poy demoqchi emasman. To'poy mas'ullar, ular biznesni ko'radigan bo'lsangiz, da aqlli ishlar qilib yurishadi. Lekin oila borasida ular to'poy, chunki Zapadda oila instituti buzilgan. Yevropada, Rossiyada, Avstraliyalarda, mana shu Yaponiyada, Yujniy Koreyada oila instituti buzilgan. Mana shu sababli hozirgi kunda koreyslar qirilib yo'qolib ketyapti, yaponiylar yo'qolib ketyapti, kamayib ketyapti, ko'paymayapti. Yevropeylar ko'paymayapti. Amerikani o'zini millati ham, hali korенной aborigenlarni aytmayapman. Yevropeylar kamayib ketyapti, ko'paymayapti. Mana shu hozir dunyodagi demografik krizisga sabab. Oila institutining buzilishi. Mana shu sababli mana bular bitta narsani inobatga olishmaydi. Bitta narsa. Mana islomda ham bor, xristianlarda ham bor bu narsa. Odam ato bilan momo Havoni jannatda qilgan ishlarini hammasi bilishadi. Biz ham bilamiz, siz ham bilasiz, men ham bilaman. Lekin uni to'g'ri tushunish kerak ekan. Odam hatto o'zini manfaatlarini chekkaga chiqarib qo'yib, xotinini manfaatlarini ustun qo'ygani uchun ular jannatdan surgun bo'lishgan, jazo sifatida yerga surgun bo'lishgan. Mana shu narsani agar ular to'g'ri tushunishsa, hamma yo'q normalniy bo'lib ketishi mumkin, ehtimoli bor. Chunki oila boshi erkak bo'lsa, mana shunda keyin sog'lom oila yaratish mumkin. Agar teskarisi bo'ladigan bo'lsa, u endi meni shaxsiy fikrim bo'yicha bu urutstvo hisoblanadi. Endi keling bir o'ylab ko'ramiz. Tabiatda nuqtai nazaridan qanaqa yigitlar qizlarga 100% yoqishadi. Aytib o'tganimdek, bular milliarderlar emas, puli ko'plar emas, har xil organlari kattalar emas, o'zining mujikligini isbotlaydigan babuin degeneratlar emas. Qizlarga haqiqatdan yoqadigan yigitlar, bular boshqa qizlarga yoqadigan yigitlar. Hozir tushuntirib beraman nima demoqchiligimni. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, qizlarning ko'zini oldida qanaqa yigitlar ko'proq uspешный hisoblanadi. Mana bitta misol. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, qanaqa yigit, qaysi yigitlar qizlarga ko'proq yoqadi? Bitta e'tibor beradigan bo'lsangiz, qo'shiqchilar yoqadi. Ular qo'shiqni chiroyli zo'r aytib olgani emas, buni sababi. Buni sababi u mashhurligini sababi u boshqa qizlarga yoqqani uchun mashhur. Ko'p qizlarga yoqadi. Mana shu sababli bu yigit o'zi tanlagan qizga yoqish ehtimoli juda ham ko'p. Deyarli 100%. Chunki buni boshqa qizlar ham yoqtiradi. Bekordan bekorga chet tildagi konsertlarda bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, qizlar konsertda oldi tomoniga kelishib, zalda oldi tomoniga kelishib, ichki kiyimlarini mana shu xonandalarni, qo'shiqchilarni, reperlarni mana shu tomoniga otishadi, ichki kiyimlarini. Kimda bularning qatoriga mana shu aktyorlar ham kiradi. Yana misol, blogerlarni o'zi ham mana o'zimizning internetimizda, O'zbekistondagi kontentda bir o'zbek yigit, keyin o'zbek qiz, keyin bitta armyanka qiz. Mana shunaqa любовный треугольник bo'lib, armyanka chekatga chiqdi-yu, bitta qo'shiq aytib qoldi, keyin mana ikkita xorazmlik edi, по-моему, qiz. Mana shu qiz yigitga erga tegdi. Mana shundan o'zingiz hozir o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Nima uchun mana shu qiz mana yigitni tanladi? Chunki mana armyankani bu qiz aqlli qiz deb hisoblardi. Chunki mana hozirgi erga teggan qiz mana shu yigitga mana armyankani aqlli qiz deb hisoblagan. Haqiqatdan uni orqasidan yurgan, lider bo'lgan mana shu ikkita podushkaning o'rtasida armyanka glavniy rol bo'lgan. Mana babniklar bor. Babniklarga yaxshi e'tibor beradigan bo'lsangiz, millionta qizlar bilan gaplashib yuradi, uchrashib. Lekin hech kim qo'lini tekkizmagan qizga uylanadi.
Mana nima sababdan mana shu вообще hech kim bilan gaplashmagan bitta iffatli qiz, juda ham yaxshi qiz, oilaga to'g'ri keladigan qiz mana shunaqa babnikda yaxshi ko'raladi. Chunki bu boshqa qizlarning oldida juda ham e'tiborga erishadigan yigit. Endi bu o'zim erishishim kerak e'tiborga deb harakat qilib yurmagan, bu xato. Prosta e'tiborga erishgan. Bor, mana shu fakt bor. Endi bu meni gaplarimni qanday siz o'zingiz amalda tushunib olsangiz, bilib olsangiz bo'ladi. Birinchidan, mana babnikni misol keltirdim. Bu babnikda asosiy qilgan ishi, qiladigan harakati bu qizlarning orqasidan yurmaydi. Ya'ni sevgi izhor qilib, gul, podarkalar qilib yurmaydi, uni po faktu borligi uchun yaxshi ko'rishadi qizlar. Endi bizda odatda qizlar gapirishda yaxshi ko'rishadi, babnik deb. Qizlarda ikkita yigit bor xolos, yoki babnik bo'ladi yoki mamsik bo'ladi. Tak, endi buni qanday amalda qo'llab foydalanish mumkin? Endi birinchidan hech kimga babnik bo'ling deb maslahat bermoqchi emasman, kerak emas bu narsa. Prosta mana gapimni amalda tasdiqlab o'zingiz tushunib olishingiz uchun men bu ikkita praktikalarni aytaman. Birinchi navbatda siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni, o'zingizga bo'lgan fikringizni to'g'rilab oling. Ya'ni hammani hayotida bo'lgan, hamma yigit hayotida bo'lgan qaysidir paytlarda qanaqadir qizlar sizni yoqtirishgan, sizga yoqishga harakat qilishgan. Balkim haqiqatan sizni sevib orqangizdan yurgan bo'ladi. Mana shu vaziyatlarda har kuni iloji boricha ko'proq qaytarib, takrorlab miyingizni zadalbat qilib oling. Mana shu fikrda singib qolsin miyingizda. Что siz qizlarda e'tiboridasiz. Qizlarda e'tiboridan chetda qolmagansiz. Mana shu ishonch tursin ichingizda, yo'qolib qolmasin qizlar bilan birorta munosabat qilganingizda yoki muomala qilganingizda. Keyin bir kollektivingizda yoki bir joyda o'qib yurgan bo'lsangiz, обязательно qizlar bor. Agar birorta texnический vuz bo'lmasa, даже технический vuzda ham qizlar bor baribir. Mana shu kollektivingizda ham o'qishingizda siz qizlarning e'tiboridaligingiz haqida bir mish-mish tarqatib oling. Ya'ni qanday? Mana bizdagi O'zbekistondagi o'zbek ayollarda, o'zbek qizlarda unaqa jinicha fikr bor. Go'yoki chet elda ayollari, yevropeykalar, rus qizlar, bular aqlli qizlar go'yoki. O'zi aslida bu xato fikr. Lekin ular shunday o'ylashadi, что yevropeykalar, chetdagi qizlar, ular aqlli qizlar. O'zini xafa qildirib qo'ymaydigan, juda ham aqlli qizlar. Mana shunaqa chet elda qizlar, yevropeykalar sizni orqangizdan yurishgan, sevgi izhor qilishgan va mana shunaqa siz ularda e'tiboridaligingiz haqida bir mish-mish tarqatib oling. Bu mish-mish bu to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa, misol uchun qizlarga maqtanish keragi yo'q, meni orqamdan olishga bilan berishga yuribdi deyish shart emas. Bu ustingizdan kuladi bunaqa gaplarga qizlar. Har doim emas, ko'pincha kulgili tuyuladi. Erkak kishi maqtansa, bu kulgili tuyuladi o'z aslida. Bu narsa agar birorta do'stingiz bo'lsa, do'stingiz mana shu gapni tarqatib olsa, bu sizga yutuq. Siz ham например do'stingiz haqida shunaqa gapni tarqatib olsangiz, keyin ko'rasizlar. Sizning kollektivingizdagi qizlar bilan qanaqadir oddiy suhbat bo'ladigan bo'lsa ham, sizga bir boshqacha muomala bo'ladi. Mana shu paytda siz o'zingizni manfaatingizni ustunroq qo'yib gaplashadigan bo'lsangiz, mana shu qiz bilan, ayol bilan, все, mana shunda siz qizlarning e'tiborida qolasiz, sizni orqangizdan yugurishadi. Shunaqa, mana shu ikkita narsani normalniy qilib amalga oshirsangiz, siz qizlarning e'tiborida bo'lasiz. 100%. Chunki buni tabiatdan tushuntiradigan bo'lsam, tabiatda biologiyani nuqtai nazaridan tushuntiradigan bo'lsam, erkak kishida stayniy мышление bor. Ya'ni mana qabilada qanday hamma bir-biri haqida qayg'urib, bir-biriga jon kuydirib qanday yashab kelishgani, ibtidoiy davrda ham qabila bo'lib yashashgan odamlar. Mana shunda qanday qabila qanchalik bir-biri haqida o'ylasa, mana shu qabila kuchli qabila hisoblangan. Erkak kishida mana shunaqa qabiladaqa fikrlash. Ayollarda roевое мышление bor. Ya'ni mana asalarilar qanaqa, ularda hierarxiya bo'lmaydi, ularda hamma sinxronniy o'zini ishini bajarib yuradigan, sinxronniy. Bittasiga jabr beradigan bo'lsangiz, qolgani sizni kelib sizga jabr berishadi. Xuddi mana shu женская солидарность. Ular shunaqa. Erkak kishilarda bu stayniy мышление, ayollarda roевое мышление. Shunaqa foydalaning akalar.
O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.